Bu psixopatni professional jangchi Zubayra Tuxugovga qarshi ringga qo'yishdi. Hamma shokda, hatto Tuxugovning o'zi ham bu holatdan bezovta bo'lib, yuzidagi qo'rquv bilinib turardi. Gong yangrashi bilan psix g'azab bilan hujumga o'tdi, lekin Zubayra xotirjam, har bir zarbadan ustalik bilan qochib, vaziyatni nazoratiga ushlab turdi. So'ng u kurashga o'tdi, yerda ustunlikni qo'lga olgach, raqibning boshiga seriyalik zarba berdi. Shunday seriya berdiki, o'zi urg'a stokaga turib oldi. Ammo eng hayratlanarlisi, psixopat zarbadan keyin ham kuldi. Oddiy odam bunday zarbalardan yiqilishi aniq. U esa yelkasini qisib, meni yengib bo'lmaydi degan harakatni qildi. Shunda Zubayra tushundiki, boshga urish befoyda. U taktikani o'zgartirdi va oyoq zarbasi bilan jigarga aniq zarba berdi. Shu bilan u psixning tomiriga tushib oldi va g'alaba qozondi. Do'stlar, kanalimizda Zubayra Tuxugovning muxlislari bormi? Videoga like bosishni unutmang.